Agar siz pensioner bo'lsangiz, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz yoki oilangizda ijtimoiy nafaqa oladigan odam bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik odamlar o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovlarni olmay yuradi. Sababi bitta, ular ariza bermagan. Men bugun sizga qaysi qo'shimcha to'lovlar avtomatik tushmasligi, qaysi holatda albatta murojaat qilish kerakligi, qanday hujjatlar kerak bo'lishi va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini tushunarli qilib aytib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Bugun sizga kerak bo'lmasa ham, ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga, nogironligi bor farzandi bo'lgan oilaga yoki boquvchisini yo'qotgan ayolga kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki men shu kanalda odamlar bilmagani uchun yo'qotayotgan pullar, huquqlar va imtiyozlar haqida sodda tilda tushuntirib boraman. Ko'pchilikning xayolida bitta noto'g'ri fikr bor. Davlat biladi-ku, pensiyaman, nogironligim bor, bolam bor. Demak, menga tegishli pulni o'zi qo'shib beradi. Afsuski, amaliyotda har doim ham bunday bo'lmaydi. Ba'zi to'lovlar haqiqatdan ham avtomatik hisoblanadi. Masalan, pensionerning asosiy pensiyasi tayinlanganda ma'lumotlar tizimda bo'lsa, pensiya hisob kitobi qilinadi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar qayta hisoblashlar. Imtiyozli holatlar faqat fuqaro murojaat qilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz orqali yuritilardi. Odam pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga borardi, ariza yozardi. Mehnat daftarchasini, guvohnomalarini, ma'lumotnomalarni olib kelardi. Agar hujjatda bitta xato bo'lsa, ish to'xtab qolardi. Ayrim odamlar umuman bilmasdi, ayrimlar menga baribir bermaydi deb yurardi. Natijada yillar davomida o'ziga tegishli pulni olmaganlar bo'lgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Pasport ma'lumotlari, nikoh, tug'ilish, nogironlik, ish staji, ish haqi, ayrim ijtimoiy to'lovlar. Lekin bu hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Elektron tizim ma'lumotni ko'rishi mumkin. Lekin to'lovni tayinlash uchun sizning xohishingiz, ya'ni arizangiz, murojaatingiz, ba'zan tasdiqlovchi hujjatingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblash, yangi holat paydo bo'lgani, oilaviy vaziyat o'zgargani, nogironlik guruhi o'zgargani, qaramog'ida odam borligi, ish staji topilgani kabi masalalarda ariza juda muhim. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Siz uyda chiroqni yoqmoqchisiz. Elektr bor, sim bor, lampa bor. Lekin tugmani bosmasangiz chiroq yonmaydi. Xuddi shunday. Sizda huquq bo'lishi mumkin, hujjat bo'lishi mumkin, tizimda ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin ayrim to'lovlar uchun tugma bu ariza. Ariza bo'lmasa, to'lov boshlanmaydi, qayta hisoblanmaydi yoki kechikadi. Eng avvalo kimlar xushyor bo'lish kerakligini aytaman. Birinchi navbatda pensionerlar. Yoshga doir pensiya oladiganlar, nogironlik pensiyasi oladiganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Agar sizning hayotingizda pensiya tayinlangandan keyin biror o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta tekshiring. Masalan, ilgari hisobga olinmagan ish stajingiz topildi. Eski korxonadan ma'lumotnoma chiqdi. Arxivdan hujjat olindi. Ish haqi bo'yicha yangi ma'lumot topildi. Bunday holatda pensiyani qayta hisoblash ehtimoli bo'ladi. Lekin siz ular o'zi bilib qo'shib qo'yadi deb kutib o'tirmasligingiz kerak. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 63 yoshli aka 2020-yilda pensiyaga chiqqan deb olaylik. Pensiya tayinlanganda uning 25 yil staji hisoblangan. Keyin u 1990-yillarda ishlagan bir korxonasining arxiv hujjatlarini topdi va yana 6 yil staji borligi ma'lum bo'ldi. Agar u bu hujjat bilan murojaat qilmasa, tizim o'zidan o'zi mana sizga qo'shimcha staj deb pensiyani oshirmaydi. U ariza beradi, hujjatni ilova qiladi. Pensiya jamg'armasi tekshiradi va asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi. Farq oyga 60 ming so'm bo'ladimi? 1 ming so'm bo'ladimi? 300 ming so'm bo'ladimi? Bu konkret holatga bog'liq. Lekin bir yilda 1 ming so'mdan hisoblasak ham 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Odamlar mana shunday pullarni bilmagani uchun yo'qotadi. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilansa, parvarishga muhtojlik holati belgilansa yoki bola nogironligi bilan bog'liq hujjatlar yangilansa, qo'shimcha to'lovlar masalasi paydo bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, nogironlikka oid hujjatni olganingizdan keyin faqat uyga olib kelib qo'yish yetarli emas.
Qaysi organ to'lov tayinlaydi? Qaysi qo'shimcha haq berilishi mumkin? Buni tekshirish kerak. Misol uchun, bir oilada 10 yoshli nogironligi bo'lgan bola bor. Ona bolani parvarish qiladi, ishlamaydi. Ular faqat bolaga nafaqa tushayotganini bilishadi. Lekin parvarish, boshqa ijtimoiy yordam, ayrim hududiy yordamlar yoki mahalla orqali ko'rsatiladigan qo'shimcha yordamlar haqida bilmaydi. Agar ona mahallaga, ijtimoiy himoya organiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilmasa, ba'zi yordamlar tayinlanmasligi mumkin. Bu yerda eng katta xato shuki, odam mening holatimni mahalla biladi-ku deydi. Bilishi boshqa, to'lovni rasmiy tayinlash boshqa. 3-guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ota vafot etdi. Ortida voyaga yetmagan bolalar qoldi. Bunday holatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi masalasi ko'riladi. Lekin bolalarning soni, yoshi, o'qishi, nogironligi onaning holati kabi faktlar to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar oilada 2 nafar bola bo'lsa, bittasi 16 yoshda, ikkinchisi 19 yoshda oliygohda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, bu alohida tekshiriladigan holat. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzand bo'yicha hujjat topshirilmasa, ayrim to'lovlar davom etmasligi yoki noto'g'ri to'xtashi mumkin. 4-guruh qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner ayolning qaramog'ida nogironligi bor turmush o'rtog'i bor. Yoki voyaga yetmagan nabirasi uning qaramog'ida yoki boshqa alohida holatlar mavjud. Bunday vaziyatlarda qo'shimcha ustama yoki ijtimoiy yordam masalasi tug'ilishi mumkin. Lekin buni isbotlash kerak bo'ladi. Hamma biladi. Nabiram men bilan turadi degan gap yetarli emas. Ro'yxat, tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylik hujjati, nogironlik ma'lumoti va yashash joyi bo'yicha ma'lumot, daromad holati kabi hujjatlar so'ralishi mumkin. 5-guruh urush, mehnat fronti, alohida xizmatlar, faxriylar, orden medal egalari, alohida toifadagi shaxslar. Bu guruhda ba'zan ustamalar bo'ladi, lekin ular hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, odamda eski guvohnoma bor, lekin pensiya tayinlanganda taqdim etilmagan yoki hujjat keyin topilgan. Bu holda yana ariza kerak. Hujjatni ko'rsatmasangiz, tizim sandiqda turgan guvohnomangizni ko'ra olmaydi. Endi kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar to'liq topshirilgan bo'lsa, ish staji, ish haqi, imtiyozli holatlar, nogironlik qaramog'ingizdagi shaxslar to'liq hisobga olingan bo'lsa, siz har oy to'lovni olib turgan bo'lsangiz, albatta vahima qilish shart emas. Lekin baribir yilda kamida bir marta pensiya yoki nafaqa hujjatlaringizni tekshirtirish foydali. Chunki qonunchilik o'zgaradi, bazalar yangilanadi. Yangi tartiblar joriy qilinadi. Kecha sizga tegishli bo'lmagan yordam bugun tegishli bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar va nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi xato. Odam ariza bergan sanani ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Aslida ko'p to'lovlarda ariza sanasi juda muhim. Ayrim hollarda to'lov murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Demak, siz bugun borishingiz mumkin bo'lsa-yu, 3 oy keyin borsangiz, o'sha 3 oy pulini yo'qotishingiz mumkin. Har bir to'lovning tartibi alohida bo'ladi. Ba'zilarda orqaga qayta hisoblash bo'lishi mumkin, ba'zilarda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun keyin boraman degan odat eng qimmat xatolardan biri. Ikkinchi xato og'zaki so'rash bilan cheklanish. Siz deraza oldiga borib, menga qo'shimcha to'lov bormi deb so'radingiz. Xodim yo'q shekilli dedi. Siz qaytdingiz. Bu to'g'ri yo'l emas. Agar sizda asos bo'lsa, yozma ariza bering. Arizangiz ro'yxatdan o'tsin. Sizga kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat berilsin. Shunda sizning murojaatingiz rasmiy ko'rib chiqiladi. Og'zaki suhbat esa ertaga isbotlanmaydi. 3-xato, hujjatlarning nusxasini saqlamaslik. Men odamlarga doim aytaman, har bir ariza, har bir ma'lumotnoma, har bir guvohnomaning nusxasini o'zingizda saqlang. Telefoningizga rasmga olib qo'ying, alohida papkaga joylang. Masalan, siz arxivdan ish staji haqida ma'lumotnoma oldingiz, uni topshirdingiz. Keyin hujjat qayerdadir yo'qoldi yoki qayta so'rashdi. Agar nusxa bo'lsa, ish osonlashadi. Agar bo'lmasa, yana boshidan yurishga to'g'ri keladi. 4-nozik jihat, doimiy yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ayrim ijtimoiy yordamlar fuqaroning yashash joyi, mahalla, ro'yxat, oilaning tarkibi, daromadi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, odam Samarqandda ro'yxatda, lekin Toshkentda yashaydi. Mahalla uni real yashovchi sifatida ko'rmaydi. Toshkentdagi mahalla esa ro'yxatda yo'q deb rasmiy jarayonni boshlay olmaydi.
bunday holatlar to'lov tayinlashni cho'zadi. Shuning uchun yashash joyi, ro'yxat va oilaviy tarkib hujjatlarini oldindan tartibga keltirish kerak. 5-nozik jihat daromadni yashirish yoki noto'g'ri ko'rsatish. Ijtimoiy nafaqalarda oilaning daromadi, mulki, avtomobili, ishlayotgan a'zolari. Aliment, stipendiya, boshqa tushumlar hisobga olinishi mumkin. Ba'zi odamlar buni aytmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Keyin tizim orqali ma'lumot chiqib qoladi va to'lov rad etiladi yoki keyin qaytarish talabi paydo bo'ladi. Men tavsiya qilaman, hujjatlarni halol va to'liq bering. Chunki vaqtincha kichik foyda keyin katta muammoga aylanadi. 6-xato qo'shnim oldi. Demak, men ham olaman deb o'ylash. Ijtimoiy to'lovlar oilaning aniq holatiga qarab belgilanadi. Qo'shningizda 3 voyaga yetmagan bola bor. Daromadi past, uyda nogironligi bo'lgan shaxs bor. Sizda esa 2 kishi ishlaydi. Daromad yuqori, mulk boshqacha. Tashqaridan holat o'xshash ko'rinadi, lekin rasmiy hisob-kitobda farq katta bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hech qachon falonchi olgan ekan, men ham olaman degan gapga tayanmaslikni maslahat beraman. Sizning holatingiz alohida tekshiriladi. 7-nozik jihat, muddatli hujjatlar. Nogironlik ma'lumotnomasi muddatsiz bo'lishi mumkin, ba'zan muddatli bo'ladi. Talabalik ma'lumotnomasi har o'quv yili yangilanishi mumkin. Oilaviy tarkib o'zgarishi mumkin. Bola 11-yoshga to'ladi, talaba bo'ladi yoki o'qishdan chetlashtiriladi. Bularning hammasi to'lovga ta'sir qiladi. Agar kerakli hujjat o'z vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin odam nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Aslida sabab oddiy. Hujjat muddati tugagan. 8-xato. Bank kartasi, pasport yoki telefon raqami o'zganda xabar bermaslik. To'lovlar kartaga tushadi. Xabarnomalar telefon raqamiga keladi. Shaxsiy ma'lumotlar pasport orqali tekshiriladi. Agar karta yopilgan bo'lsa, pasport yangilangan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa, jarayonlarda uzilish bo'lishi mumkin. Siz pul tayinlangan deb o'ylaysiz, lekin texnik sabab bilan tushmaydi yoki xabarni olmaysiz. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni yozib chiqing. Qog'oz oling va quyidagilarni belgilang. Men qanday to'lov olaman? Qachondan beri olaman? Oilam tarkibi qanday? Qaramog'imda kim bor? Nogironlik hujjati bormi? Ish stajim to'liq hisoblanganmi? Oxirgi marta qachon qayta hisoblatganman? Oxirgi 1 yilda oilaviy holatimda nima o'zgardi? Masalan, farzand tug'ildi, bola 12 yoshga kirdi, talaba bo'ldi, nogironlik guruhi o'zgardi, turmush o'rtog'i vafot etdi. Ish staji hujjati topildi, pasport yangilandi. Mana shu ro'yxat sizga nimani so'rash kerakligini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta. JSHIR pensiya guvohnomasi bo'lsa, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, talabalik ma'lumotnomasi. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji ma'lumotlari, arxiv ma'lumotnomalari, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar, vasiylik yoki homiylik hujjatlari. Har birining asl nusxasi va nusxasini tayyorlab qo'ying. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya va pensiyaga oid qayta hisoblash masalalarida odatda pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud bo'lsa elektron portal orqali murojaat qilinadi. Ijtimoiy nafaqalar, kam ta'minlangan oilalarga yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam kabi masalalarda mahalla. Ijtimoiy himoya organlari va tegishli platformalar orqali murojaat tartibi bo'lishi mumkin. Nogironlik bilan bog'liq tibbiy xulosalarda tibbiy muassasa va tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibiga amal qilinadi. Men aniq tavsiya qilaman. Avval telefon orqali yoki rasmiy manbalardan qaysi idora qabul qilishini aniqlang, keyin hujjat bilan boring. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada umumiy gaplar emas, aniq talab bo'lsin. Masalan, mening pensiyamni yangi taqdim etilgan ish staji hujjatlari asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki nogironlik guruhi o'zgargani munosabati bilan menga tegishli to'lov va ustamalarni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani sababli to'lovni davom ettirish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilingan hujjatlarni sanab yozing. Masalan, pasport nusxasi, nogironlik ma'lumotnomasi, talabalik ma'lumotnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling.
Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami qo'yilgan nusxasini oling. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqami, SMS, elektron kvitansiya yoki shaxsiy kabinetdagi holatni saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Chunki keyin muddatlar, javoblar va e'tirozlar shu raqam orqali ko'riladi. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Topshirdim, endi bo'ldi deb unutib yubormang. Belgilangan muddat o'tgach holatini so'rang. Agar rad javobi kelsa, sababini yozma ko'rinishda so'rang. Rad javobida hujjat yetarli emas, asos mavjud emas, daromad me'yoridan yuqori, muddat tugagan, ma'lumot bazada tasdiqlanmadi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Sababni bilmasangiz, xatoni tuzata olmaysiz. 7-qadam, rad javobiga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki belgilangan tartibda shikoyat qiling. Men bu yerda janjal qiling demayapman. Men rasmiy yo'lni aytyapman. Avval xotirjam tarzda tushuntirish so'rang. Keyin hujjatlarni to'ldiring. Agar baribir noto'g'ri qaror deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Har bir murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Qaysi sana ariza berdingiz? Qaysi hujjatlarni topshirdingiz? Qanday javob oldingiz? Nimaga rozi emassiz? 8-qadam, qarindoshlaringizni ham tekshiring. Ayniqsa yoshi katta ota-onalar ko'pincha o'z huquqlarini bilmaydi. Ular bolam, menga shu pensiya ham yetadi deyishi mumkin. Lekin masala faqat yetish-yetmaslikda emas. Agar qonun bo'yicha tegishli bo'lsa, olish kerak. Siz ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Staj to'liqmi? Eski ish joylari kiritilganmi? Nogironlik yoki alohida imtiyoz hujjatlari hisobga olinganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Men yana bir muhim maslahat beraman. Hech kimga pul berib, to'lov chiqarib beraman degan gaplarga ishonmang. Qo'shimcha to'lov, pensiya qayta hisoblash yoki ijtimoiy yordam rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar sizda huquq bo'lsa, ariza va hujjat orqali hal bo'ladi. Agar huquq bo'lmasa, kimdir pul evaziga chiqarib beraman desa, bu sizni muammoga olib kirishi mumkin. Har doim rasmiy idora, rasmiy portal, rasmiy javob bilan ishlang. Bugungi eng asosiy fikr shuki, ayrim qo'shimcha to'lovlar arizasiz berilmaydi. Sizda huquq bo'lishi mumkin, lekin murojaat qilmasangiz pul tushmasligi mumkin. Ayniqsa, pensiya qayta hisoblash, ish staji topilishi, nogironlik guruhi o'zgarishi, boquvchisini yo'qotish, farzandning o'qishi, qaramog'idagi shaxslar, oilaviy holat va ijtimoiy yordam masalalarida ariza juda muhim. Bugun kechiktirmang. Hujjatlaringizni tekshiring, qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. O'zgarish bo'lgan bo'lsa, tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Arizani ro'yxatdan o'tkazing, javobni saqlang, kerak bo'lsa qayta so'rang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qo'shimcha to'lovni ariza bilan oldingizmi yoki ariza bermaganingiz uchun kechikib qoldingizmi? Sizning tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta yuborilgan video kimningdir oyma-oy olishi kerak bo'lgan pulni tiklab berishi mumkin.